Assalomu alaykum. Siz barakali savdomiz ashaddiy muxlislari va biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari, arashandir lyubitellar. Akalar, xudo xolasa bugungi kunimizga yana o'sha Husanboy ukamiz xonadonlariga yetib kelganmiz. Sog'liq qo'ylarni, qo'chqarlarni, zo'rlarni deb kelibdilar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turamiz aka. Like, kommentariyani bosib turishni unutmang. Xudo xolasa bugun like ham, kommentariyaga ham arziydigan sog'liq qo'chqarlarni, zo'rlardan kelgan xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, ularni bir boshdan xudo xolasa Husanboy ukamizdan videolarni berishga harakat qilamiz. Husanboy hormat. Salomatman. Charchamang. Qo'ylar zo'rini aytib Qo'ylar zo'rini keldi. Xudo xolasa havas qildim. Videoni oxirigacha ko'rib tursa, birma-bir chiqarib berishga harakat qilamiz, ha? Xudo xolasa. Boshladikmi? Boshladik. Assalomu alaykum. Bizni kanalimizda ashaddiy muxlislari va biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Va mana bunday toza gigant arashan qo'chqor sog'liq ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa bugungi kun hafta kunimizga yakshanba 11-yanvar 2026-yil xudo xolasa video syomkalarimiz yana o'sha Husanboy ukamiz xonadonlaridan boshladik. Xudo xolasa videolarimizni yoqib turgan bo'lsa akalar, bittadan like tugmasini bosib, kommentariy yaxshi zola bosib tursalar, xudo xolasa biz video syomkalarimizni boshladik. Xo'p akalar, xudo xolasa bugungi Husanboyning qo'ralariga yana yetib kelganmiz. Husanboy, hormang. Salomatman, Asrar aka. Charchamayapsizmi? Obunachilar aka, xolasa tozalarda yetib keldi bugun. Bugun ham o'tgan safardan ham tozalar yetib kelgan. Yetib keldi aka. Qo'chqor sog'liqni zo'rlari keldi. Qo'chqor sog'liqni zo'rlardan kelgan. O'tdan mo'shinisidan olgan. Videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib tursin aka. Xolasa birma-bir ma'lumotini beramiz. Birma-bir ma'lumotini berasiz. Xudo xolasa akalar, mana qo'chqorimiz nima deyapti? Xudo xolasa har doimgidek zo'ri bo'ladi degansiz, zo'rlarni yig'ib kelyapsiz, xudo xolasa Husanboy uka. Akalar, qo'chqorni oldilariga bir ahamiyat beringlar. Qo'chqorni kallalariga, mana sog'lig'imizni qaranglar. Xudo xolasa o'ta killas narsa yangi. Mana sog'liq ag'ini ham ko'rsatingchi. Jonivar, dumbarazlardan ham qaranglar. Juda tikkan narsa. O, jonivorlar qaranglar. Xudo xolasa havas qildim degan akalarimiz qo'ralaridan, mana shunaqa qo'chqorlardan minglab boqishlikda nasib qilsin. Xudo xolasa Vistikkalarga olib chiqib, ekstrari bo'yicha, ves bo'yicha Osiyo chempionlari bo'lishini nasib qilsa akalar. Xudo xolasa Husanboy ukamiz qo'llar yetib kelgan. Husanboy, qo'chqor gigant yetib kelibdi-yu, xudo xolasa. Tish qanaqa, 6 tishmi? Yo'q aka. Ha? Qo'zidan endi chiqdi mana. Yo'q-e, mashalloh akalar. Mana qo'zidan endi chiqib, bol qiynaman, ko'rindi. Qo'zidan endi chiqibdi. Mana jonivordi. Bir ahamiyat beringlar, u tushiga qaranglar akalar. Mana bu jummas ichiga kirib ketilgan, lekin toza tush ekan mana. Mana old oyoqlariga. Bir ahamiyat beringlar akalar. Jonivor. O'zimizning liniyasi bor deb qo'ng'ilsa aytamiz. Liniyasigacha bor. Liniyasigacha bor aka. Quloqlari qaranglar akalar. Quloq kallalari. Quloq necha ekan Husanboy? Quloq aka 23. 23. Borgandan keyin o'lchab olishaveradi. Borgandan keyin ham o'lchab olishaveradi aka. Javob, ha? Javob beramizga. Javob 23 deyaptilar akalar. Xudo xolasa quloqlari 23 ekan, haqiqatan qo'yimizni qaranglar. Toza oq yuz. Kallagar bonuslardan bir ahamiyat beringlar. Mana akalar, qidiryaptilarmi? Tavsiya qilaman. Olib tashlang, maza qilasiz xudo xolasa. Qo'yimiz gigant. Xudo xolasa ekitishga endi o'tibdi. Hali tenglamabdi ham, to'g'risi gap akalar. Bu tomonda sog'lig'imiz. Sog'lig'imiz yoshi qanaqa? Sog'lig'imiz yoshi aka 6 tish. Sog'liq yoshi 6 tish, xudo xolasa. Go'zal narsa ekan bu ham, ha? Billa yurgan. Billa yurgan bo'g'oz bu. Bo'g'oz. Bunisi bo'g'oz, xudo xolasa akalar. Telefon qilaverasizlar, ishlaringni turib beradilar. Qo'ylarni qaranglar. Mana o'ta bir boshqacha narsalar olib kelibdilar. Har doimgidan zo'rlar yetib kelyapti. Zo'rlar yetib kelyapti aka. Har doimgidan zo'rlar. Obunani bosib tursin aka. Mana shu obunachilar ishlayapsiz, xudo xolasa. Ha, shunday aka. Qo'chqorimizni bir aylantirib ko'rsating Husanboy. Mana dumma boshlarini ham qaranglar akalar. Dumma boshlarini ham ko'rsataylikda. Akalar mana dumba, rakita dumbadan oyoq kengliklaridan bir qator qaranglar. O'ta go'zal narsadan mana. Pichilib qolmaydi, boshqa qilmaydi. Qo'chqorimiz o'ta go'zal. Mana kallagar bonuslar. Oyoq turishlarini, kastaylariga bir rahmat beringlar. Xudo xolasa qo'chqorimiz 6 tishda o'yladim, endi 2 tishga chiqdi aka deyaptilar. Quloqlarni qaranglar. Sog'lig'imiz 6 tish Husanboy. Ha, 6 tish aka. Sog'lig'imiz 6 tish. Hop, bu qator parametrlarni o'lchab ketamiz bularda. Xudo xolasa parametr beraverasiz. Qo'chqorni qaranglar akalar. Bu uyaltirib qo'ymaydimi Husanboy, xudo xolasa qulog'i? O'lchab olishaveradi bo'lgan. O'lchab olishaveradi akalar mana.
yerdan mana yerdan metr keladi xolos ana. Metr. Uzunliklari-chi? Uzunliklari keladi mana. Quyosh chiqib qolyapti, men ko'ra olmayapman. Ko'ryapti turgan bo'lsalar mana. Necha chiqqanini o'zlaring ko'rib, necha chiqsa o'shanga pul beraverasizlar. Mana qo'chqar sog'lig'imizga ham uzunliklarini, bo'y-bastlarini o'lchab ketamiz. Akalar mana. Bu ham metrga yaqin ekan, uzunligi, bo'yichi. Mana akalar, yerdan uzunligi 90 kilo ekan, 90 ga olishaveradi buni. Ha, 90 ga olishadi. Buni qulog'i necha ekan? Buniki 20 ga yaqin. Ha? 20 ga yaqin. 19 ga javob beravering. 19 ga olsin aka. 19 ga, xudo xolasa. Tozalari yetib keldi. Seleksiya qilaman, o'zidan ko'paytiraman degan akalarimizga, xudo xolasa, o'ta go'zallarni yetib kelibdi. Mana quloqlariga bir ahamiyat beringlar. Jonivar mana. Buni liniyasi ham bor, telefon qilsa kelishtirib beraman deyapsiz a? Ha, aytamiz aka liniyasi. Xudo xolasa telefon qilsalang, xudo xolasa kelishtirib beradilar. Husanboy ikkovini narxini qo'yamizmi yo telefon orqali kelishamizmi? Xudo xolasa Husanboy bularning narx-navosini ham kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beramiz aka. Endi bu qo'y kelib qoldi, 5000 dollar, 10000 dollar deb bermaysizmi? Quloqlari ham o'ta bo'lagan akalar mana. Olib to'shlarni ham. Sal oldini menga ko'rsating-da. Mana. Qo'chqorni qiynamang. Mana akalar. Janovar. O'ta klass narsa ekanligi. Ustilari ham qo'chqor to'la semiz ham emas, lekin o'ta sportivniy holatda. Quloqlar qaranglar. O'ta sportivniy holatda ekan. Mana janovar. Mana akalar. Qo'ydi quloq tashlash turistlarni ham qaranglar. Вообще klass narsa ekan. Husanboy, Ha, asroq. sog'lig'imiz bilan qo'chqorni bitta narx qo'yamizmi, alohida qo'yamizmi? Bitta narx qo'yamiz aka. Bitta narx qo'yamiz, xudo xolasa ikkov kelib qoldi deb 5000 10000 demaysizmi? Yo'q aka. Necha varaqat qilgan ekansan? Mana. Nech pul bola degan qilib qo'ying. 3000 ga yetkazib beraman aka. Jupini. Jipini. Mashalloh akalar. Lekin o'ta klass narsalar ekan. Arziydi puliga. Puliga arziydi, ammo kanalimiz yangi, o'zingiz bilasiz, xudo xolasa sizni qo'llab-quvvatlash turibdi. Yengilroq qilib berasiz. Bo'ldi. 100 dollar tushib beraman aka. Yo 100 dollar emas. Ikkovidan keyin qo'l tashlang bitta gapiraman. Ikkovidan 100 dollardan 200 dollar o'tib berasiz. Samarqandgacha yana dastlabkasini berasiz. Bundan oldin qo'ylar sotildimi? Sotildi aka. Avvallar. Samarqandga sotildi. Qaytiga? To'shishini bilmayman aka, Samarqandga chiqarib berdik. Samarqandga chiqarib berdingiz. O'tib berdingizmi aytilgan summani? Berdik aka. Aytilgan summani o'tib berildi, xudo xolasa. Buni ham telefon qilsa, ozmas xayriga yana o'tib berasiz. Xudo xolasa Samarqandgacha 2800 dollarga dastlabkasi bilan chiqarib berasiz. Aka, 2009 ga yengil. Men Yo'q. sotdim aka. 2800 dollarga xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib berasiz. Baraka. Qo'chqorni o'zini so'ragan akalarimiz nima deysiz? Telefon qilsa o'zini narxini aytamiz aka. Xudo xolasa bunga ham telefon qilsa, kelishtirib berasiz-a? Ha aka. Bundan keyinga yana 2 dona qo'yamizmi? Ularni olib chiqamizmi? Ha, Xudo xolasa, akalar mana shu qo'chqor bilan birga yurgan 2 dona sog'lig'imiz bor, ularni olib chiqamiz. Xudo xolasa bir qator ularni ham ko'rsatib ketamiz. Ikkinchi partiyamizga sog'liqni, xudo xolasa, o'ta klasslardan, birinchi sortlardan xudo xolasa yetib kelibdi. Qo'ylarga bir ahamiyat berasizlar, xudo xolasa bir qator qo'ylarni ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xudo xolasa qo'ylar yashab turgan bo'lsa akalar, xudo xolasa bitta chiroyli like kommentariyani bosib qo'ysalaring, likelarni xudo xolasa gumbilab tursalaring, qo'ylarda bir qator ma'lumotlarni berib, xudo xolasa Husan ukamizdan. Xo'p, Husanboy, bularni xudo xolasa qayerdan keldi bular? Qirg'izistondan aka. Qirg'izistondan yetib keldi. Xudo xolasa Qirg'izistondan yetib kelgan sog'liqlarimiz. Xo'p, bularda yosh oyliklari qanaqa? Yosh oilaga aka 4-6. 4-6 qo'ylarimiz juda chorsagan akalar, xudo xolasa telefon qilsalaring video davomida xudo xolasa video qilib tashlab beraveradilar. Qo'ylarimiz 4-6 parametrlar shu 85 plus minus ekan, xudo xolasa. 85 olishaveradi. 85 ga olishaveradi. Bo'g'ozlilari qanaqa? Bo'g'oz aka 2 oy. Bo'g'ozligi bo'g'oz, xudo xolasa o'sha qo'chqor bilan yurgan. O'sha qo'chqar bilan yurgan aka. O'sha qo'chqor bilan yurgan, xudo xolasa qo'ylarimiz haqiqiy klass narsalar ekan akalar. Mana oldi to'shlariga ham rahmat beringlar. Qo'ylarni zo'rlarni aytib kelibdi. Husanboy, bularda vaqt ko'p cho'zmaylikda, xudo xolasa narxlarni bo'ladan aytasiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Ha, gapiring.
9 million so'mdan yetkazib beraman. Yo 9 milliondan demang, boshqa kanalda chiqyapti, to'g'ri. 10 milliondan desangiz ham qo'ylangiz arziydi. Prosta bu kanal o'zimizniki. Xudo xolos chiroyli qilib qo'yib bersangiz, xudo xolos yetkazib olib borib bersangiz, olgan odam ham maza qilsin. Qo'ylar lekin arziydi. Qo'ylar arziydi. Xudo xolos 9 million, 10 milliondan qo'ysangiz ham arziydi, lekin o'tib berasiz. 100 ming so'mdan o'tib beraman aka. 100 ming so'mdan olsa so'ramaymiz. Dangal gapiring. 200 ming so'mdan o'tdim aka. 8,5 milliondan xudo xolos dastlabki qilib yetkazib berasiz. Yo'q aka, 8 million 800 ming. Yo, 8,5 milliondan xudo xolos Samarqandgacha bulardan dastlabki qilib yetkazib berasiz. Voy, eshitdim aka. 8 million 700 mingdan like deb bosib turishsa, mana 8 million 700 ming so'mdan. Biz ham bitta gapiramiz, 8,600 dan eshiklarni tagiga yetkazib berasiz. Xudo xolos chiroyli qilib. Yo, 8,600 dan bir joyga olishadi, xudo xolos bittasini olaman desalar, xudo xolos sotilaveradi. Sotilaveradi aka. Bo'ldi, 8,600 dan ikki bir joyga Samarqandga dastlabkasi bilan ketdi. Baraka akalar. Mana jonivorlar. Mana, xudo xolos arzisa akalar, bittadan like-ni kommentariga yaxshi izohlar yozib tursalaring. Xudo xolos bundan-da zo'rlarini chiqarishga harakat qilamiz akalar. Videolarimizni atarkan shular inshaalloh xudo xolos uzr so'raymiz. Videolarimiz yo'qolib turgan bo'lsa, kommentariga yaxshi izohlar yozib tursalaring. Xudo xolos bundan-da zo'rlarini chiqarib berishga harakat qilamiz. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalarimiz qo'ramizda mashina qo'ylardan mingtalab boqish nasib qilsin.